Savol. Assalomu alaykum. O'zi yoki oiladagilar bilan xotir uchun rasmga tushish va uni saqlash gunohmi? Ta hozirgacha qanoatlanarli javobga erisha olmadim. Tushuntirib qo'ysanglar. Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu masala fotoapparat bilan surat tortish hukmiga berib taqiladigan bo'lib, davrimiz olimlarining bir qismi buni cheklagan, bir qismi cheklamagan. Oxirida ko'pchilik olimlar bundaq suratlarning islomda harom qilingan surat doirasiga kirmaydiganligi, rasm sizishning yoki haykaltirashlikning haromligining illati, hukm chiqarishda ta'sir ko'rsatadigan sifati bundaq foto suratlarda yo'qligiga asoslanib turib, uning joizligini muayyanlashtirgan. Ayşe radhiyallohu anha aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir safardan qaytib kelganida men bir supamga suratlar bor bir pardani tortib qo'ygan edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib yirtib tashlab, qiyomat kuni eng qattiq azobga duchor bo'ladigan kishilar Allohning maxluqlarini o'xshitib suratlagan kishilardir dedi. Ayşe radhiyallohu anha dedi. Shuning bilan biz uni bir yoki ikki yostiq qilib atdik. Foto suratlar yoki sin hujjatlari bo'lsa, Allohning maxluqlariga o'xshitib suratlash bo'lmasdan, balki ularning sho'lisini Alloh taolo yaratgani bo'yicha aynan tushirishdan iborat bo'lib, bu insonning aynakdagi suratiga o'xshash. Undaq bo'lgan ekan, xotir uchun suratga tushsa, albomda saqlasa hech gap bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 197-nomerlik fatvo.